Bismillah deb boshladik. Birinchi ishimizdan stechkadan biznesxona qilyapmiz. Gribok ishlab chiqaramiz. Qo'ziqorin o'zbekchasiga. Qumtosh tayyor. Olib kelingan mikser, bochka paqir qilib ishni boshlaganmiz. Xonadonda orqada molxona qurgandik. Bu molxonani endi foydalanmadik. Endi biznes ishlari qilib qisqon ishlab chiqarishga qo'yibmiz. Mana katta ustamiz temirlardan yasayapti, kraska qilyapti. Kraska bo'lgandan keyin ularni mana xonamizga stechka qo'yapmiz. Salafan to'shab, greza yoyib oldik, tekislab oldik. Urgan chiqarganda stechka qo'yapmiz. Yarmini bo'ldik. Xudo yarmini bo'ldik. Mana shu obyektimizga xudo xolasa qo'ziqorin ishlab chiqarmoqchimiz. Salafanlari bor. Mana shunaqa 9 metr xona. Shu yoqqa xudo xolasa 2 qavat stelajmi yo 1 qavat stelajmi shu yoqqa qo'ziqorin ishlab chiqarish biznesini qilyapmiz. Xudo xolasa yangi terasiga. Bekor yotuvdi, molxona qilmadik, molxona bo'lmadi. Endi ishlab chiqarish uyda biznes. Bu yoqda chorvalarimiz bor. Ola qo'chqorlarimiz. Shvetskiy. Böyle Evropisk xo'rozlar, tovuqlar var. Kuniga 10 tadan tuxum beradi. 2 ta xo'roz bo'lsa, bitta tovuqda 10 tadan tuxum beradi. Qo'chqorlar Shvetskiy.